Assalomu alaykum, hurmatli Narx Navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Bluetooth naushniklar narxlari bilan tanishamiz. Bu yerda har xil AirPods'dan tortib o'sha katta naushnik, Bluetooth naushniklar eng oddiy kopiyasidan eng originallarigacha har xilidan bor. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahar. Mana bu yerda Agrobankning ro'parasida joylashgan Smart Shop do'kondan, Smart Shop Premium do'kondan ko'rsatib o'taman. Bu yerda yana telefon aksessuarlari juda assortiment katta. Hozir bu videomiz faqat naushniklar haqida bo'ladi. Boshqa mahsulotlar ham bor. Dastavka xizmati ham mavjud. Xo'p, mana bu yerda kolonkalar deysizmi? Har xilidan moshinlikmi, boshqacha kolonkalar. Biz endi hozir naushniklarni boshlaymiz. Eng oddiyrog'idan boshlaymiz. Mana bular ko'rinib turganingiz P9 model 80 ming so'm. Xo'p, bular ham shunday. Bu nech puldan ular? 170 ming so'mdan. 130 ming so'm. Bu simliga bu. Simliga. Xo'p, bu ham 80 ming. Bularchi? 165 ming so'mdan. Tepadagilarchi bu игровой nima? Kompyuterlarga simlik. Bu 350 mingmi? Shunda 350 ming so'mdan. Xo'p, bu yerda naushniklar shu. Keyin bu yerda AirPods'lar ham bor ekan. Nech puldan boshlanyapti AirPods'lar? AirPods 50 ming so'mdan boshlanadi, 50 dollargacha bor. 50 ming so'mdan 50 dollargacha. Endi eng originallarigacha bor, eng padelkadan. Ya'ni borki, mana bunaqa sportsmenlar uchun bo'yinga ilib qo'yadi. Bluetoothlik bo'ladi. Bu ham naushnik 220 ming so'm. Bunisi 200 ming so'm. Keyin mana bunaqa Bluetoothlik Barafon brendidan 190 ming so'mdan ham bor ekan. Keyin bu tarafda AirPods'lar ham har xili bor. Mana bunaqa naushniklar 235 ming, 290 ming so'm, 190, 210 ming, 260. Hop. 220 ming so'm. Bu yerda mana 190 ming, 220 ming so'm har xili bor. 165, 180 ming, 430 ming so'm mana. Boshqacha ekan, Hoko brendidan 245 ming, 50 dollargacha bor ya'ni. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda mana boshqachalari mana 275 ming, 275, 265, 245 ming so'm. Yangilik ham bor, Tesla brendidan, bu ham juda ham zo'r chiqqan. Tesla brendidan. Bu nech pul? 320 ming shunaqa. 320 ming so'm. Mana bularchi kattalar. GUES'dan original bo'lgan. Ayollar uchun juda zo'r. Ayollar uchun original GUES brendidan naushnik Bluetoothlik nech pul bu? 600 ming chiqadi. 600 ming so'mdan. Bular original tozasi. Eng tozasi, kopiya emas. Bularchi mana bular. Har xili bor ekan bularda ham. Green brendidan 280 mingdan boshlanadi. 280 mingdan nech pulgacha? 375 ming so'mgacha bor. Hozir naushniklarda eng qimmati endi mana shular bo'lyaptimi? Yo'q, yana bor. Qaysi biri? Eng qimmatini ham ko'raylik-da. Zo'rini ko'rsatadiganlarga. Sony bor, Soundcore bor, Avey bor. Hop, Bular 560 mingdan boshlanadi, 820 minggacha narxlari. 560 ming so'mdan 820 ming so'mgacha. Bluetoothlik eng sifati ham, eshitilishi ham, Bluetooth ham ancha vaqt ketsa kerak a. Zaryadi. 50 soat ishlaydigani bor. 50 soat, 60 soat ishlaydigani bor. Sony bir ishlaganda 50 soat ishlaydi. mana bu bir ishlaganda 50 soat ishlar ekan, ha? Keyin Soundcore brendidagi buni 60 soat ishlaydi. Keyin bitta zo'r qulayligi Soundcore'da agar 5 minut zaryad qo'ysa, 4 soat bemalol ishlab beradi. 5 minutlik zaryad keladi. 5 minut zaryad qo'ysa 4 soat ishlab beradi. Yana bir ishlatganda 60 soatgacha ishlab berar ekan. Bemalol telefon raqam qoldiraman, Telegram, WhatsApp bor. Dastavka xizmati ham mavjud. Keyin bu yerda mana smartwatchlar ham turi bilan har xilidan bor ekan. Xo'p, bunaqa g'iloflar-ku har xili bor mana iPhone'larga deysizmi. Yana eng qiziqarli tarafi bor, hamma joyda ham yo'q. Mana bu tarjimon ruchkalar. Wi-Fi da ishlaydi. Necha xil tilda tarjima qiladi bu? O'zi 100 qanchada yozilgan Ha, 142 xil tilda tarjima qilib beradi. Faqat Wi-Fi bo'lish kerak ekan mana.
xohlang голосовой ovoz gapirganingizda tarjima qilib beradi yoki shunchaki yozuvdi mana ko'rib turganingizdek yozuvni ustidan da o'tkazasiz. Tarjima qilib beradi. Bu nechi pul? 850 ming. 850 ming so'm. Keyin yana bitta bunaqasi bor. Bu 520 ming. Bunda kamerasi bor, ham videoga ham oladi. Qimmati. Ha. Ham bunaqasi bor. Nima deydi? Diktofoni ham bor-da. Mana buni. 5 kamera, o'shancha Ha, zo'r. sababi shu kamera bilan diktofon farqi ekan. Bular bor. Dyson'da Taroqlar 7 talik. taroqlari ham. Nechi pul mana shu endi baribir kimgadir qiziq. 369 ga qilib qo'yganmiz. 369 Ko'p joyda 400-450 ming sotilyapti. Bu yerda assortiment katta. Instagram profili, keyin telefon raqamlarini qoldiraman. Kerak narsalarni telefon qilib so'rab olsalaringiz bo'ladi.